Ana endi ota-ona profilida farzandlari vazifa bajarganmi, bajarmaganmi, o'shani qanday qilib ko'rishini ko'rib o'tamiz. Uning uchun vazifalarga bosamiz. Bu yoqda birinchisi yangi vazifa, ikkinchisi bajarilayotgan vazifalar degandim. Shunga bosib bitta bu yoqqa qaytsak, mana yangi vazifa yo'q. Demak, bu yoqda mana yuklangan vazifalar. Demak, mana Ravshandan bizga vazifa kelgan. Tasdiqlash, qayta topshirish. Agar men bajargan vazifasi yoqmasa, qayta topshirishni bossam, unga yangi vazifa bo'lib boradi. Tasdiqlashni bossam, unga coin qo'shilib qoladi. Keling, endi yuklagan faylni ko'ramiz. Mana yuklagan faylda rasm va audio bor. Rasm ustiga bossak, mana rasm ochiladi. Audio ustiga bossak, assalomu alaykum, audiosi ochiladi mana. Demak, bizga yoqdi, hammasi to'g'ri ekan. Demak, tasdiqlashni bosamiz. Demak, mana tasdiqlandi. Tasdiqlangan vazifalarda mana turibdi. Demak, farzandimizga vazifa qo'shildi. Mana Ravshan ustiga bosayotgan bo'lsak, mana 10 ta coin'i bor. Yuqoridagi tarixga bossak ham mana 10 coin qo'shildi. Mana piyoda yurgani uchun degan ma'noda hamma tarixlari saqlab boriladi. Mana shunaqa gaplar. Endi qo'shimcha tarzda aytib o'taman. Aytaylik, Ravshanga kichikroq vazifa bajardi. Misol uchun, kitobda bir betini o'qidi yoki nimadir yaxshiroq vazifa bajardi. Kichikroq vazifa degani bir narsani stoldan boshqa stolga qo'yish emas. Shunchaki shunday vazifa bajardi, qiymatli vazifa bajardi. Shunda siz nima qilasiz? Uni ham alohida vazifalarga kiritib o'tirmasdan, shunchaki mana coinlar degan joy bor. Shu yerdan o'zingiz avtomatik qo'shib yuborsangiz ham bo'ladi. Aytaylik, 5 daqiqa nima qildi? Kitob o'qidi va tushundi. Tushunganini aytib berdi. Nechi ball? Aytaylik 5 coin yoki 4 coin bersangiz ham bo'ladi. Bosasiz, coin'i mana 14 coin bo'ladi. Endi tasavvur qiling, aytganingizni qilmayapti yoki berilgan vazifalarni vaqtida bajarmayapti. To'g'rimi? O'sha paytda yana coin plusga o'tasizda, aytasiz, misol uchun aytilgan vazifa vaqtida bajarilmadi. Bajarilmadi deysizda, undan keyin unga minus coinlar, masalan minus 5 ustiga bossiz, bu yoqda yozilib qoladi. Aytaylik, necha coin qo'ymoqchisiz? Minus 3 ball ayiraman. Deysizda, saqlashni bossiz, boya 14 coin'i bordi, mana 11 coin qoldi. Buni hammasi boya aytganimdek coinlar tarixida saqlab turiladi. Mana minus 3 coin. Qanday bo'ldi deb minus 3 ga bossiz, mana yozilgan, mana aytilgan vazifani vaqtida bajarmagan uchun ayrilgan. Mana shu orqali farzandingizni raqamli kuzatib borsangiz bo'ladi. Bundan keyingi videoda qanday qilib sovg'a qo'shishni ko'rib o'tamiz.